Okalar olib haydashga tayyor 2025-yil Damas van mashinasi kelib qoldi. Kraskalari 100% toza, bunaqa chiroyli, katta bakovoylarda turibdi. 4 ta yaxshi yumshoq 10 diska balonda. Salonlari ham yengidek holatda bo'lib turibdi okalar. Qirilgan, ezilgan, tizilgan joylari yo'q. Mana bunaqa yaxshi qimmat chexollar, linoleum poliklar, probegi 25000 kilometr bo'libdi. Original 908 megaga qutlagicha uстановка qilingan, barlari bor. Yaxshi video registratorlargacha uстановка qilib qo'yilgan. Apshkalargacha salafan bo'lgan okalar. Mashina faqat benzinda yurgan, metanga uстановка qilinmagan okalar. Salon qismida ham, kuzov qismida ham mashinani ko'ngilli xarak qilib qo'ygan, g'ash qiladigan joylari. Bagaj panellari ideal holatda. Og'ir yuk tashimagan, pechenichlarning mashinasi, bunga apshka qilib, ustidan linoleumga solib qo'yilgan. Yetganimda salonlari ham yengidek bo'lib turibdi. Qirilgan, ezilgan joylari yo'q okalar. Apshkalargacha salafan qilingan. Barli kolonkalargacha uстановка qilib qo'yilgan okalar. Nasib savdo olgan mashinasi qazib beriladi. Boshlang'ich $2,500 pul bersanglar, bo'lib to'lashga qazib beramiz. Ustidan olib kelib, ko'rsatib, bemalol tekshirib barga qilib ketsanglar bo'ladi. Olib maza qilib haydayman degan okalarimiz uchun $6,200 bo'lsa berib yuboramiz.